Men Nazar va Nafisa Abduhakim Zafriddinda yashaman. Qorajida Xalqabod fuqarolar yig'inida yashaymiz. O'g'lim 9-maktabda 5-sinfda o'qib tamomladi. 4 yosh 5 yoshgacha yurganida keyin endi ash kasallik sabab miopatiya dushyn tashxis qo'yishdi. Shu kasallik sabab keyin yurmay qo'ydi. O'qituvchilar maktabga qog'oz qildik. O'zlari kelib o'tib darslarni boshlang'ichda tugatdi. O'qituvchidagi ushbu Zahiriddin o'quvchimiz yakka tarafda ta'lim olyapti. Ushbu fanlarni biriktirganmiz. Jami 7 ta fandan iborat bo'lib, shu 7 ta fanni ustozlar o'z vaqtida o'tib ketilmoqda. Demak, bu fanlarimizda mana ko'rsak, ona tili va adabiyot fanlari. Bu yerda mana adabiyot Sultonov ustozimiz, Mukarramxon adabiyotdan ustoz o'tadi. Ikkosi ham kelishadi. Hamda matematikadan Rasulova Gulnor ustozimiz va undan so'ng esa tarix fanidan Ahmadaliyev Gulnor ustozimiz kelib o'tyapti. Tabiiy fandan biriktirgan Sheraliyeva Mahmud ustozimiz, rus tili fanidan Rahim Husandomlar. Hamda undan so'ng esa bu yerda qo'shimcha ingliz tili fani bor. Ingliz fanida Muhammadjonov Hayotxon. Demak, bu yerda o'quvchimiz o'zlashtirishlari yaxshi. Hamda tasvir san'at fanidan Hakimova Lobarxon ustozlarimiz kelib, yakka tarafda ta'lim olayotgan o'quvchimizga o'z vaqtida darslarni o'tib ketmoqda. A'lo baholarga, matematika fanlariga qiziqadi. Ona tili hamma fanlarda yaxshi zo'r o'qiydi. She'rlarni aytib, rus tilidan ham yaxshi she'rlarni yodlab aytib beradi ustoz kelsa. Ustozlari ham oldin birinchi kelib jicha suhbatlashib o'tirishadi, keyin darslarini o'tib, keyin ketishadi. Har xil sovg'a salomlar olib kelishadi o'qituvchilar. Meva-cheva, muzqaymoqqacha ko'tarib kelishadi. Hayit bayramlarda kiyimlargacha olish berib shunaqa qilishadi. Buni ko'nglini ko'tarib ketishadi, xursand qilib. Aravachaga murojaat qilgan edik. Mana opa tashkillab olib kelib berishdi. Endi kechqurun nimalarda sayrga chiqib, ashta aylanib ko'chada jicha o'tirishadi. Buvasi bilan ashta aylanib yurishadi-da. Aravacha yaxshi bo'ldi, bemalol o'tiribdi endi. Hozirgi ehtiyojimiz endi shu bitta kompyuter, notebook bo'lsa, o'shandan foydalanardi. Hali bir xil nimalar bilan shug'ullanib. Endi hozircha telefonda ko'p nima qilyapti-yu, kompyuter bo'lsa yaxshi edi. Endi aravacha bo'ldi. Endi kompyuter bo'lsa shunga qiziqadi o'zi. Notebookimiz bor, bugun xohlasa tashkillab beramiz buni.